Распаковка chek. O'rtoqlar o'tirib olamiz. Tak. Bozorga yetib keldim. Bugun skidka bo'lgani uchun skidkada birinchi bo'lib men yugurib boraman. Skidkani hamma sevadi, bitta men emasman. Xo'sh, xullas bu Sheindan kiyim bu Yuhiniki. Buni ochmaymiz, o'zi ochadi Yuhini. Daisodan mana bunaqa oldim. Juda ham kerakli narsa. Bu bo'lsa tortlarga ishlatiladigan shokoladlar har xil. Bu mol go'shti, ko'rishlaringiz mumkin. Bu bo'lsa turmush o'rtog'imga shortik oldim. Buni ichida kiyilgan narsa. Endi ikkinchi sumkamizni ochib ko'ramiz. Tak. Mana bunaqa pechenyechalar Ranaxon bilan nima desak ekan, chiroyli etib bezatamiz. Bu bolaning miyasini rivojlanishiga ham, qo'l mashqini rivojlanishiga, ancha qo'llarning rivojlanishiga yordam beradi ham. Ona bilan biror mashg'ulot o'tkazsa bola uchun juda ham foydali deb o'ylayman. Bu bo'lsa krem, mana bunaqa krem, bitta bu ham skidkada ekan, ham o'zi hamma narsa skidkada, u magazin yopilyapti. Shuning uchun ham bitta olsa bitta qo'shib beradi. Keyin bu mana bunaqa perchatki, ko'rsataman hozir. Derazalari oldi, Koreyada surilib ochiladigan derazalar, shuning uchun pasti juda ham kir bo'lib qoladi. Mana shu perchatkani ochib ko'rsataman hozir. Qo'lga kiyib artilsa, qo'l ham zarar ko'rmaydi, ham juda ham top-toza bo'ladi. Mana faqat bir martalik bu. Bir marta kiyib, bir martada mamdoq etib tozalanadi qo'l. Tak, keyingisi bu ayollarniki bilasizlar bu. Bu bo'lsa Ranaxonga oldim. O'qishida ozgina muammosi bo'libdi. Ya'ni raqamlar esida qolmay turibdi. Ham yaxshi bilmaydi raqamlar. Shuning uchun mana shu narsani oldim. Birgalikda o'ynab raqamlarni o'rganamiz. Bu bo'lsa kiyimlarni, mana bunday har xil oq kiyimlarni mana bunday ichiga solib, kir mashinada yuvishga juda ham qulay, rangi urmaydi. Bu kiyimlarni osib qo'yish uchun, ya'ni kostyumlari yomon bo'lmasdan salafanli paket desa ham bo'laveradi. Bu bo'lsa uborka qiladigan, chang oladigan perchatkacha bu ham. Buni faqat yuvib ishlatamiz. Buni hamma joyga ishlatsa bo'ladi. Shuning uchun ham keyingisi, buni shirinligiga qaranglar. Bu Ranaxonga bu faqat qiziga narsa olibdi emas, chunki kerakli narsa pul yig'adi. Bu narsa juda ham kerak narsa. Koreyada biror joyga borsa bola bilan kattalar bolalarga 5 ming, 10 ming pul beradi yoki bolalari pul beradi. Shu pullarni ketirib mana shuni ichiga solib qo'yadi. Hech qachon men farzandlarim pulini olmaganman, Yuhini pulini ham, Ramon pulini ham biror marta olmaganman. O'z manfaatim yo'limda ishlatmaganman 1000 so'mni ham. Shuning uchun bolalarim pul yig'ishni ham o'rganadi. Yuhini kartasi bor o'zini, Ranoda ham bor, lekin unga faqat bizlar tashashimiz mumkin. Kichkinaligi uchun, lekin mana bunga bemalol o'zi pul yig'ishni o'rganadi. Tak, keyingisi. Mana bu ich kiyimlari kir mashinada yuvish uchun zo'r narsa. Sumkacha mana. Keyin bu sumka, mana bunday sumka, kichkina handbaglarni ichiga ham solib qo'ysa, xohlagan joyimizda olib ishlataveramiz. Bu oyoq uchun maska. Bu bo'lsa o'zimga tapichka uyda kiyishim uchun. Qishki tapichkamni musorga tashladim, chunki eskirib ketadi, yuvish ham yoqmadi. Erinchoq qizman o'zim. Bu bo'lsa yengil yozgi, muzdakkina. Keyin yana nimalar qoldi? Tak. Bu yuzimga maska, buni birgalikda qilib ko'ramiz. Bu bo'lsa yono. Xom baliq, buni mukbang qilamiz, xudo xolasa. Yeb, men buni juda ham yumshoq. Koreyada ko'p ayollar buni yaxshi ko'radi. Men ham ko'p yeb ko'rganman, lekin juda ham mazali. Birgalikda yeb mukbang qilamiz. Bu ham skidkada ekan. Hamma narsa zo'ra skidka. Xullas, hamma narsamni sizlarga ko'rsatdim. Endigi navbat bolalarimga kechqurungi ovqatini tayyorlashim kerak. Bugun uyimizda shog'ol bazm bo'ladiganda xuddi to'ba astag'firulloh. Lekin futbol bo'ladigan kun uyimizda xuddi jang bo'lantak bo'ladi. Bugun futbol bor. Ketdik.